Hop, ko'pchilik bilmas ekan, qanaqa trenirovka qilishni. O'shanga kurs o'taman. Masterskoyga o'tasizlar. Sizlarda открыт masterskoy turgan bo'lar. Menda yopiq ekan. O'shanga hozir Steamdan ochib ko'rsataman. Hop. Birinchi bo'lib рабочий stolga mana shu so'bshistvo degan joyiga Masterskaya deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'sha yerga kirasizlar. Найти игру Counter Strike. Va bu yoqda poiskga Fast Warm Up deb yozasizlar. Ko'rishingiz mumkin, birinchi chiqqan kartani plus qilib olasizlar. Hop, ko'rishingiz mumkin, bu yerda nosh tanlasanglar bo'ladi. O'zingizga yoqqan noshlarni olib trenirovka qilsanglar bo'ladi. Men M9 oldim. Hop, bu yerda botlar har xil joylardan chiqib keladi. Zo'r, menga yoqadigan, mana shu kartani yoqadigan narsalardan bittasi. Hop, ko'rishingiz mumkin, bu yerda AIMK hamma AIM kartalar singari, bu yerda ham har xil rejim bor. Mana rush mod bor bu yerda. Bot yugurib keladi, o'sha yugurib kelayotganda otishingiz mumkin. Hop, keyin movementinglar, ya'ni harakatinglarni yaxshiroq qilish uchun KZ mod bor. Bu yerda ham movementinglarni yaxshilashingiz mumkin. Podpiska, like bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.